Assalomu alaykum. Har doimgidek sizlar bilan Nozangina. Bugun biz giyohvandlik mavzusi bo'yicha o'z savollarimizni yana bir intervyu orqali berib ko'ramiz. Qani bo'lmasam biz intervyumizni boshladik. Assalomu alaykum. Sizni bir intervyuga taqdiramiz. Giyohvandlik degani nimani tushunasiz? Ben hayatımda sigaretten çekemezdim. Hayatımda sigaretten çekemezdim. Yalan, yalandı. Öldürelim, asabını yalanmaz. Yalanı da gelin. Sigaretten Xo'p, yoshlarga qanday tavsiya bera olasiz? Kameraga qarab gapiramiz. Yoshlarga imkoni boricha menga qolsa, nima sigaretga qolib o'shamaslikka va nima yaxshi hayotda sport mashg'ullansin yoshlar sog'lom bo'ladi. Mashg'ullangandan keyin bu jahoniy tugul sigaret ham chekmaydi. To'g'rimi? Sog'lig'iga sog'lig'iga foyda bo'ladi. Mana shunday hamma chiroyli bo'ladi. Javoblar uchun rahmat. Mana bizga o'qiy bilgan umidamiz sog' salomat bo'ling. Rahmat. Sizga savolim bor. Xo'p, giyohvandlik deganda nimani tushunasiz? Kameraga qarab qo'yamiz. To'xtab turing. To'xtab turing. Nimalar ko'z o'ngingizga keladi? Uzmasdan olyapsiz? Ketaring. Ketaring. Javoblari bormi o'zingizda? Yo'q, siz o'zingizda bo'lish kerak-ku. Giyohvandlik deganda. Hayolimga tursangiz kelmay qoldi-da. Xo'p, bo'lmasa ikkinchi savolga o'tamiz. Xo'p, do'stingiz giyohvandlik yo'liga kirib qolsa, uni qaysi yo'l bilan olib chiqib keta olasiz giyohvandlikdan? Albatta birinchi o'rinda insoniylik, mehr, e'tibor. O'zim qo'shilib ketmasam deb qo'ying. Shu yo'llar bilan do'stingizni giyohvandlikdan olib chiqib keta olasiz. Javoblar uchun rahmat. Mana bu sizga o'qiysiz degan umiddamiz. Xo'p, sog' bo'linglar. Avvalambor assalomu alaykum. Alaykum Xo'p, assalom. sizga savolimiz bor. Giyohvandlik deganda nimani tushunasiz? Giyohvandlik bu juda yomon illat. Yoshlarga ayniqsa juda ham keng tarqalyapti hozir tabletkalar. Men juda qarshiman unga. Ularga qanday tavsiya bera olasiz giyohvandlik yo'lidagi insonlarga? Ulargami endi ularga tavsiya qilish o'zi foydasi yo'q, endi baribir ham tashlashni tavsiya qilaman. Javoblar uchun rahmat. Mana bu sizga o'qiysiz degan umiddaman. Sizga savolim bor. Xo'p, giyohvandlik degani nimani tushunasiz? Qirqi boradi. Giyohvandlik deganda nimani tushunasiz? Xo'sh, undan qaysi yo'l bilan qutulishimiz mumkin? Sizga savol, do'stingiz shunday holatga tushib qolsa, qaysi yo'l bilan olib chiqib keta olasiz giyohvandlikdan? Birinchi boshda tushuntiraman. Davolash bilan Javoblar uchun rahmat. Salomat bo'ling. Assalomu alaykum ustoz, savolim bor. Sizga savol bilan murojaat qilamiz. Bitta savol bilan mayli. Giyohvandlik deganda nimani tushunasiz? Giyohvandlik bu inson salomatligiga juda ham jiddiy ta'sir ko'rsatadi. Ayniqsa ruhiy kasallikka olib keladi. Xo'p, yana bir savolimiz bor. Do'stlaringizdan birortasi giyohvandlik yo'liga kirib qolsa, unga qanday yo'l bilan olib chiqasiz do'stingizni giyohvandlik yo'lidan? Birinchi navbatda unga shu giyohvandlikning salbiy oqibatlari to'g'risida tushuntiraman. Undan keyin davolashni maslahat beraman. Davolangandan keyin albatta o'zining irodasiga bog'liq. Lekin u mana bu giyohvandlikning ham ma'lum turlari bor. Kimdir chekadi, kimdir tomirga ukol qiladi, kimdir hididi. Mana shu orqali mana shu giyohvandlikka kirib qolishi mumkin. A few moments later. Bundan chiqishni o'zi xohlaydi, lekin organizmi talab qilaveradi. Mana shu paytda
o'zini davolangandan keyin ham organizm talab qilib tursa, o'zini irodasiga bog'liq. Ma'lum mana shu yillar, oylar davomida irodasini mustahkam qilib tursa, mana shu giyohvandlikdan chiqib ketishi mumkin. Xo'p, giyohvandlikni yana qanday usullari bor chiqib ketish uchun? Chiqib ketish uchun davolanish kerak. Keyin o'ziga maqsad qilib qo'yish kerak. Mana shundagina mana shu giyohvandlikni iste'mol qilmayman deb o'zini oldiga maqsad qilib qo'yish kerak. Mana shundagina u giyohvandlikdan qutulishi mumkin. Xo'p, endi yoshlarga tavsiya o'zingizda giyohvandlik bo'yicha qanday qiladi? Endi bular yoshlarga maslahatim iloji boricha mana shu giyohvandlikdan uzoqroq yurish kerak. Yaxshi insonlar bilan do'stlashib yurish kerak. Javoblar uchun rahmat ustoz. Sog' salomat bo'ling.